Qaytib kelgandim, izlab qo'ymaysizdan ha? Men nima deb sizni izlayman? Men tepaga ovochliqlaringiz azma. Sizdan men tepaga ovochliqingiz azma? Men siz sababli Subidni aylanib qolgandimman. Sen mubado laylik uchun ishqana qo'l tutishib, mo'p ketgandan olandi. Burun biz mo kinoxonada qo'l tutishib, o'tirib ketganini unutib qolman. Kiplas nima ekansa? To'xta. Qo'yib yeta qo'lanni. Bu qil yana shok biti yumuram turib, uzun bo'lib ketdi. Qo'yib yetmasan yana adam chaqirmajmi? Bo'pti. Burun yo'qi chiqqancha yig'ilib burg'orasidan tushib ketganmiz. Shu rasmni birdan-bir Subiga avatib o'tirishdan oydinlashtirdi. Adam chaqiramsiz, Yamandan qahva ichib ketasiz. Ha? Mashinam oyat to'xtab qo'ygan. Mana. Kiplas nima ekansa? Manda dağcamba degan, ha? Seni aldığında Reynat Bağ'da biriptim emasmi? Men oxiri uyga qaytib keldim. Bu kuni pek uzun kutgandim. Hey, bu ishlarning hammasini menda yoshiralg'ini qiziq qoldimi yadash? Chunki men o'zingni tayinib bosh ko'tarishni yaxshi ko'raman. Navoda sen bu ishlarni bilsan, meni aldi-burun uyga qaytarib keldim. Chunki sen meni qiynalib yashashimni yaxshi ko'rmaysan. Bu ishlarni hatto Subim bilmaydi. Nima? Sen Subim bilmaydi demakchimi? Ya. Ma chaqchaqsal eshib ketdilar. Rost dedim Renat. Chunki men nurg'un kinolarda qizlarning mal dunyoni deb o'ynagan bolalar bilan jugunni to'y qilganini ko'rdim. O'zimning ularga o'xshab qilishni xohlamayman. Subi, sen faqat shoirlik o'qimasdan barliq yoshlarning ulgisi ekansan. Men sendek og'inamning bo'g'anligidan faxrlanmasam. Rahmat sana. Bo'lib ketgan nurg'un ishlar qarab bilgansini kelmasmiga degandim. Lekin sen kelding. Mushuni o'zi yetdi. O'tgan ish o'tdi. Değişmeydi. Biz burunda yaqin og'ayna Renat. Buningni kim yaqin o'tsak deb o'ylayman. Shu emasmi? O'tib ketmasmi? Kunab bitirganmiz. Hey. Bu gap to'g'ri bo'ldi. Ya o'tib keta. Ya bu jon kunab keta. Acayip düşemedim bu işlerini. Bekka oturup ketip barman. Subik bir qitim ko'rinib qo'yib, uning ya qildigan ish yo'qdek yurib ketdim sen. Nimalar odamni o'rlashtirishiga jiq orlashib olsiz? Hey bekka bu mashinani berdingiz. Hem shuni bir ish qilib beraman. Endi bu mashina shu bit ip kessam, boshqalarning deb o'ylaydi. Bu pullar sizga osmonga kelib qolgandek qildi. Siz nima demoqchi? Men boshqa gap qilmoqchi emas, qara. O'zingiz topgan pul bo'lsa, bundan buzib ketmaydingiz. Pul topmoq oson emas har kimga. Judayman endi. Pek samimiy bo'lib ketdingizmi qanday? Men sizga yana bir qatim deb qo'yay. Siz boshqa ishga oralashingizning o'rni yo'q. Faqat men bergan pulni hajlab, vaqti kelgan chog'da mashinangizni elib kessingizlar bo'ldi. Ortiq ishga oralashishning o'rni yo'q. Hayır, siz to'y qilolmaysiz. Savollaringiz o'zgacha mana. Ya deyman, endi ba'zi bayqinimlar ko'z tushganlar o'g'illarni o'zi keltirib
3 shaxs qilib yuradi ekan. Mundaq deb qo'ying. O'zingizcha meni ishqa solmadi deb, meni oshni tepapti deb o'ylab qolibsiz-da. Bu kim bunda o'ylmaydi deysiz? Bu bikka mol-mulk, mashinaga ega bo'lib qolgan tursin. Men sizga birga qaytaylik deb baxtimman. Voy, chechilmang bo'ldi, chechilmang. Ma'qul, aralashmang. Endi nima ish qildi? Subining mashinasini soqib mana bu kartini shu mashinasiga tashlab qo'yib ketib qolsangiz bo'ldi. Lekin bu ishni kimdan qilganini bilib qolsin. Mana bunda ish o'rlashtirmamsiz deyman. Bikka yurib, bikka yetib, ichim baks qilib turgandi. Endi men qaytay. Bo'ldi. Bo'ldi, avaylab men pulning kuchida ham bor. Arkadaş, böyle kayak yiyebilirim. Onuşlup kaldım o ya. Oңшалды Ринат бай. Сәл оған тұрсаң. Аяқ емеге ұзын болып тұкен жұмағында. Arkadaş. Böyle kim değil ki? Kim deyse? Kim o? Oğal mı, kız mı? Nədin? Kancı yaş, neymiş kılıdı o adam? Öyle ki. Ormanlıktaki küzeyindekini burnunun uçuya çürüp Ben bilmem. İsim diyor. Şır. Ben bir neyim ha? Şır. Köyüne gelir kır. Avazdır xır. Çaşdır erkıl sır. Çağırmış onu beğenmişsin. Özebinin hey. Arkadaş. He. Uzak koptu. Aş vaxtlarını esleyemedik yine. Şu emas mı? Lekin men hamon mushtaq kundan keldigini bildim. Men hamon Reynat Bay bilan birga o'tirib, qaytadan aroq chizig'ining ishentimiz. Shir endimdan nachar nima deyman? Hem shikedan mushtaq urushib qo'yapman. Şunu demem Sadaş. Onun yanına berip ya şikayetlerini ciddiye gitsep koygan den. Tabi başkalı olmasa. Şu emas mı? Bak burunqi aqidachligimiz debqan bo'lmaganmiz. Pen kesib tutibdi men. Cin yakıldığın cuma adaş. Balmak pinemez hem yer kesip durgandek o kapta mesma. Şu emas mı? Sen bilmaysan. Aqib ketgan ishlarning jiqtidan. Kapıma adaş. Men mu aldırakçılık kaptım es. Kichikroq qilding ha? Ben sen bir tutay adaş. Sen bir tutay. Ya mushtaq kundan keldig'imni biletdimizmi? Ishimizning oxir bir yakka baraqchi qolganimizni biletdim. Lekin bir yak kelmagan bo'lsaqmi, men doim eslab turdim. Menme hem şu. Menme hem meslep tutan. Eres. Nechta oldimi? Aşağılaysan bana. Biz burun bir oyunumuz var. Der. Siteye var. Sual sorayımız, cevap verdi. Kim yalan gelirse, Len şu Hasan Bey, ağağıdan üşürüm kişi.
Bo'ladi. Dadaqda. Bu yerda sen mendan boshqa odam yo'q. Ishchilar. Qani kim bilgan ishga? Savol. Javob. Sen belki yağan çıkansan söyle. Müşkada. Ne ishqa? Velikamның oğlu. Sübi bay. Şundaqmı emasmi? Neçə vaqtma yaqma özümni bay deb jursam. Baylarning mo'jiz oldim deb ekan emasmi? Bilmay yuribdi. Sen Velikamның bolasimi emasmi? Sen qilma. Gibi valla. Rasmu yağanmı? Yaq deb javob beradi. Ras. Men Veliboyning o'g'li. Veliboy mening dadam. Lekin nima sen Sübi bay? Shunami? tushuntirishimni olmayman. Ma tete qilgan gaplarni olmayman. Shumi? Mana. Qo'y. Shuna? Bag'maychi. Qo'shin. Ke. Üç. Oha valla. Şuradan şunaqmı? Endi ma uçe biz neçə vaqtma görüşmək, meni izləmək, meni mimar qılmaq, bunun üçün düşünürsün.Ədaqda. Olmuş mən hiç versən bunu. Mən hiç rənalı, hiç danalı. Sen bilirsən, kim bilirsən? Şey. Mesela. Yusuf. Müşerim değmende Sübü bay. Sübü bay. Ne? Sübü bay dedi ama Rina şair. Olmuş kaza kaç kere. Şehir ezip gelsin aynı. Şair olup ketkenlerde değil mi? İkiz dakika çıkkanda 10 kulağını ben tatay. Paypıqımın kemalını tonobişte qaqa qaqıldaydı o ödektek. Çöpeyse Sen be. Bana olsun. Biz mi kişürümgünü juğuşturup Kırgızsta kanının içine. महिला yakalım. Sen de günüm? Elki. Ekeleme. Ne hoş diyor tek. Kısıgen şu mu? Ne kullandı. Al şu adam sen. Tete yok. Sen maaş tutup rumka kendiriyoruz. Hoca. Hoca. Vay. Uy, sen kesen. Kadar. Şilepen puru. Yok. Evet, Suhan o bir ya. Bak, ben de çıkan değil mi ya? Hey, Sübü bay. Oğavalı. Şeye geldik. Haydi. Mama. Ya bu bayan sıktı. Çok hava soğuk gitti var. Sokak heykelimizdeyim hem de. Kope oyuna. Hey. Şirkelde şer. Şırıyan poteli tamam. Şirkelde kıp. Çeşiram kırarsan neyme. Kaçan çıktık bir yere? Ağzı çıktık bana. Uxla qaldı ama ya da. Mən gəldik. Abay Sübü bay vətcə
O'tağanlar hemmesi mehman qilib o'tibsizlar. Hamma Rinat Bayvoga adam va kechki bazan bo'lib oldim. Seni mehman qilaydi. Ana? Keşke bozar bu. Nerede kalırsak şu yerda o'tiramiz adaş. Chata yo'qda. Şırnın ormanlık oluşuyor dedim. Bugun adaş ishimizga ko'nmaydi. Uzoq bo'ldi. İsmim ne? Ey, men ishimga aramas deydi adaş. Bilamsan ya. Sen ermi ya? İsmim ne? Gidemem. Ketuda nega? Ey, to'xtag'ina to'siq kavab. Tanıdık işimiz. Ben Reynat Bayır'dan Sivi Bay bize oturup tüssük kavap yedim. Vay, o degan manda o'qishdi shu. Sen nima desen shu? Subibay. Aqsarlik qilmanglar. Kavçaya ya. Kavchayan demsen, dachayan demsen nima desan bag'im. Pütüp dıldım bizde. Sale çapılan sale. Hadi tonlar pütüp. Vay. Bak komutyanı öcürü tonlar. Tamam deb qo'ydim hozir chiqadi. Bana dedim ya. Bes göreriz beni. Bizim fuya yok kim dedi ona. Deb qo'ydim hozir chiqadi. Ma'qul men pishirib chiqay. Chiroyli qilmasa. Derdinge derman bulg'in inson yolg'onchilardan yiroq bo'l ko'nglim kerak bo'lsa do'st yaxshilarni tap yolg'onchilardan yiroq bo'l ko'nglim kerak bo'lsa do'st yaxshilarni tap izlaydi ko'nglim haqiqiy do'stni chin do'stim uchun kirma can kulum göğsümde Arsiydi canımı hakiki dostqa Kirek bolsa can kulum göğsümde Arsiydi canımı hakiki dostqa Muhtaç emasman namertlerge hiç Agah bulsan mu sirin itman Uskan yarmaz namertler hergiz Yığlap gözümde yaşla kurutma Uskan yarmaz namertler hergiz Yığlap gözümde yaşla kurutma Yığlap gözümde yaşla kurutma